Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymayız. Leksiyada gacırız. Washington'da sözdeyimiz. Bugün çislağı 2024 yıl 10. ayının 23. günü vatandaş. Hepteki çarşamba. Bugünkü vaziyetimizden burun avalsız değil, hazır Amerika Koşmuş Ştatlar'da elip berilatkan saylam. Yaki halk bulğuç küllegi yitip kelgen demesen. 13 gün kaldı arlıkta. Hazır işki partiyanın işki nefer namzatı. Cumhuriyetçiler Partisi namzatı sabah Prezident Donald Trump. Demokratlar Partisi namzatı nöbetki Prezident Joe Biden'ın muavin Prezident Kamala Harris. Rekabetsiz kitivatıdı. Hazır eçilgan mesela pulga qaraydıgan jillator bitide. Kırset keniçi boğanda hazır Prezident namzadi Donald Trump'ның qollaş nisbeti 60%'den aştı deydi. Andi Kamala Harris muanız can cehli bilen rekabet sidikitivatıdı. Andi muşu arlıqta Cungo Kompartiyasının meydanı nime? Bu doğrudu mu? Mesela meydanı degende bu iki nefer prezidentin kimni tanlavalıdı? Yani Amerika'da qaysı partiyana ya Cumhuriyetçiler Partisi'nin hakimiyet beşiği gelişini halamda cungulukla veya ki Demokratlar Partisi'nin hakimiyet beşiği gelişini halamda cungulukla. Bu doğrudu cunguluklarının gibi biz bilen münasebetsiz. Yani Amerika'da elip berildiğin sayılan biz bilen münasebetsiz değil. Ameliyatı bek ciddileşip atkan birden bir devlet hazırkı dünyada. Cungo vatandaş. Kim? Lekin bir yerde siz biz hatırcam bulduğun bir nokta var vatandaş. O nime deseniz, yakın yıllardan beri, yaki uçuk aytqanda sabah Prezident Donald Trump devirde başlanğan Cungo Amerika oturursa ki, Soda uruşu ve onun devamı süptüde. Nöbetki Prezident Joe Biden naiti putu kademle bile işlep geldi. Her iki prezidentin alaydılığı özüge xas. Metodu da fark buluşu mümkün. Lekin netice okşaş yani. Benim demekçi bolğunum yakından bir Amerika Koşmuş Ştatlarının Cungo qaratqan siyaseti birdek. İki partiyanın köz qarışı birdek vatandaş. En adi misal şunu alayla hazır. Prezident Joe Biden muşu 4 yıl vazife üddeş müddetinin ahırkı yıllarda. Yani 2024 yıl yüz bergen işki çoğun zor vaka. Siyaset sahasındaki işki çoğun zor vaka. 6. ayının 12. günü Amerika Koşmuş Ştatlar Devlet Meclisi'nin Tibetlerinin meselesini hal qilish, tezletish ilgiri sürüş kanun layihasi ma'qullaganligi ve bu kanun layihasi 7. ayının 13. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Joe Biden'ın imza koyup, bu imza bilen bu kanunu resmi kanunga aylandırganlığı bu intayin zor vaka vatandaş Asya üçün, belki Cungo'ga münasebetlik Cungo'nun bütün dünya üçün intayin zor bir vaka, yaki siyasi hadise vatandaşım. İkinci bula 9. ayının 10. 11. günlerde Devlet Meclisi oğal balısı var. Amerika'nın oğal balısı Devlet Meclisi. Ot parça kanun layihı. Bunun için 28 parça kanun layihının Cungo'ga münasebet ikenligi bizler söyleyip bulduk vatandaşlar. Endi növbette Amerika Koşmuş Ştatlarının Uygurlar qaratqan siyasının en ahırkı bir belgisi, en ahırkı degenim, burun işlep kelingen, işlep tamamlagan ya işlep davamlaştırıp atkan hizmetinin devamı üstüde. 9. ayının 26. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının Birleşken Devletler Teşkilatı daimi turuşluq vekili Taylor Hanım, onun için devletke vakaleten bayanat ilan kılıp Uygurlarning qirg'inchilik, yani erkek qirg'inchilik siyasi ko'ngil bo'lishni davomlashtiramiz. Qat'iy davomlashtiramiz. Yangi mavzu, yangi fikrning o'tirib qo'yilishi shuki diqqat qiling vatandosh. Hozir jazo lagerini taqaysan. Uyg'urlarni jazo lageridan turmadan qo'yib bersan. Birinchi qatab mening xotiramda qilishcha birinchi qatab
Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining qaroriga asosan, burungi qarorlarga asosan bu qatam Taylor xonim mush jaranglik fikrni Birleşken Devletler Teşkilatı'nı o'ttirib qo'yib, bir hafta o'tmayli Yevropa İttifaqı ham xuddi shunga o'xshash qonun loyihasini ma'qullab, jazo lagerlarini taqaysan, Uyg'urlarni ozod qilasan. Turma jazo lagerini taqaysan, Uyg'urlarni ozod qilasan. Bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarining Uyg'urlar Tibetlar to'g'risidagi maydoni bilan Yevropa İttifoqining Uyg'urlar Tibetlar to'g'risidagi maydoni o'xshash bo'ldi vatandoshlar. O'xshash bo'ldi. Endilikda bugun sizlarga yetkazgan bir leksiyamiz bor. Uning asosiy mazmuni nima desangiz, navbatda yana tunugullatin Avstraliyaning Birleşken Devletler Teşkilatı turishliq vakili yoki kishilik huquq komitetida yig'inga qatnashgan vakili Larsen apandi 10 davlatga vakolatan Amerika, Kanada, Angliya qatorliq davlatlarga vakolatan Uyg'urlar to'g'risida, Tibetlar to'g'risida juma diqqat, Uyg'urlar to'g'risida, Tibetlar to'g'risida bayonot e'lon qilib, dediki jazo lagerini bekor qilasan. Jazo lagerdagi va turmalardagi Uyg'urlarni, Tibetlarni darhol qo'yib bersan. Bu shart yoki bu shartlik jumla avval Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi va Amerika Qo'shma Shtatlarining Birleşken Devletler Teşkilatı turishliq vakili Taylor xonimning so'zi bilan o'xshash bo'ldi desangiz, endilikda bu so'zning ma'nosi Yevropa İttifoqining qarori bilan o'xshash bo'ldi desangiz, buningga qo'shimcha qilingan yana bir jumla so'z biz mustaqil tadqiqotchilarning, mustaqil kuzatuvchilarning naqlashtirish, ya'ni naq maydonda hozir bo'lib, turmalarda qo'yib berilgan, jazo lageridan qo'yib berilgan Uyg'urlar va Tibetlar naq maydonda naqlashtirimiz, naq maydonda baho berimiz. Buning uchun mustaqil tadqiqotchilarga va Birleşken Devletler Teşkilatı'nın tekshirish o'maklariga va yana shunda xohlagan kishilarning Tibetga va Uyg'uristonga berib, bu mustamlika ellardagi bu fojiani, ya'ni qo'lga olish, xohlagancha jazo lageriga nazorat qilish, xohlagancha oyoqlashadigan bu kunda şu mustaqil tadqiqotchilar va Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu rayonlarga kirishiga yo'l qo'ysin. Bugungi vaziyat mana shunday vaziyat vatandosh, ko'rdingizmi? Bugungi vaziyat mana shunday vaziyat, boshdan boshildiq, saylam ketyapti. Saylam ketyapti, Amerika Qo'shma Shtatlarida saylovchilarni intayin qizg'in, anda yaqinda o'sha New York shahrida, yakunigilatimi yo undan birmi? New York shahrida Cumhuriyetçiler Partisi prezident nomzodi Donald Trump ovoz to'plash, ya'ni sovrin tayyorlash, qo'llovchilarning qo'llashini qo'lga keltirishga echilgan bir yig'inda New York xalqi prezident nomzodi Donald Trumpni qo'llab qizg'in odam, ya'ni bir kunda 16 ming odam qatnashib, naq maydonda g'ildiras, chavak, alqish qo'llashdi. Endi bu yerdagi bir sirliq taraf nima desangiz, New York shtati hozirgacha yoki 40 yildan beri aytganda bu shtat Cumhuriyet Demokratlar Partiyasini qo'llab kelgan edi. Bu qatam endi saylam arifsidagi bu o'zgarish nimidan direkt berdi. Endi saylamning natijasiga qaraymiz vatandosh. Yana bir vaziyat o'tganda men sizlarga Reis Xi Jinping Qozonga bordi, Rossiyaga bordi degan bu so'z qoldi, yo'qolib qoldi degan gap mendeki xatolik emas vatandosh, matbuotning, Xitoy matbuotlarining xatoligi. O Qozonga bordigan ish qaysi ishgan desangiz, Oltin ko'sak 5 davlat yig'ini ekan. Shanxay hamkorlik tashkiloti yoki vazir darajaliklar yig'ini Pokistonda Li Chang, vazir Li Changning qatnashganligi bu Shanxay hamkorlik tashkilotiga munosabat voqea ekan. Hozir Xi Jinping Qozonga Tatariston Avtonom Cumhuriyetining poytaxti Qozonga yetib keldi vatandosh. Endi qarshilashdan aytganda odat shu, rasmiylashgan davlatlararo keldi bodi, katta degan so'zlarning rasmiyati tamom bejirildi, qizil gilam selindi. Biroq ko'rishgan vaqtda
Braziliyanın prezidenti bilen Vladimir Putin, Prezident Vladimir Putin'in görüşüş üslubu ve şekli de başkaça. Şunun okşaşla Hindistan'ın veziri Modi bilen Prezident Vladimir Putin'in görüşü Braziliyanın prezidenti bilen görüşü okşaş. Endi Reis Xi Jinping'e kelgende bu qatam muxbirlar şundaq diqqat qildi ki hatta Cumhur'un özünün muxbirleri, CCTV'nin muxbirleri mi naq meydanı ağanda çandırıp koyalmadı ya ki üşürüp kalalmadı. Bu qatam Prezident Vladimir Putin'in Reis Xi Jinping'e qarşı elişi soğuk. Şundaqla Reis Xi Jinping'in Prezident Vladimir Putin'le görüşken çağda keyfiyatı da ötkenki vaqtlar oxşamaydı, to'liq qizg'in emas. Yani bir devlet oturusida nimişla yüzbedi o tashqariga e'lon qilinmaydigan gaplar. Ama o'ltirishdi bular so'zlashganda suhbatda CCTV'ning xabarida Vladimir Putin prezident ham Reis Xi Jinping suhbatni shunda o'qib berdi vatandosh xat qarab turib o'qib berdi. Ters gapga juma diplomatiya degani. Bir jumlada u ham bu yoq xato ketib qolsangiz ketdi degan gapda bu. Prezident Vladimir Putin yozib olgan xatni o'qib berdi. Reis Xi Jinping yozib olgan xatni o'qib berdi. Tezke vatandosh. Bu ishlar tezke. Endi o'ttirda alayda o'zgarish yo'q. Söz iboralarda alayda o'zgarish yo'q. Bu yil 5-ayning 16-kuni Beijingda ko'rishganda Reis Xi Jinping xo'sh uchun uzutish uchun Prezident Vladimir Putinning kaynidan chiqarib, o'zi tashabbuskorlik bilan Prezident Vladimir bilan quchoqlashib ko'rishgan edi. Vaqtda tahlilchilar yoki obzorchilar nima dedi, sizlarga nima dedik? Xayri xo'sh da'vatida, xayri xo'sh da'vatida o'ttirdi, cho'ng masala bor. Bular bir-biri bilan xo'shlashib o'tdi degandek menda xabarlarni yetkazgan edik. U vaqtga quchoqlashib selish bo'lganda bu qatam unda ko'rinish yo'q vatandosh. Nima bo'lsa, Xi Jinping bir yil ichida Prezident Vladimir Putin bilan 3 qatim ko'rishgan bo'ladi vatandosh. 5-ayning 16-kuni Beijingda elaqadak. 7-ayning 2-kuni Qozog'iston Ostonada. Bu qatam hamda 10-ayning 22-kuni Rossiyaning ittifoqdosh Cumhuriyet Tataristonning Qozon shahrida ko'rishdi vatandosh. Endi buning natijalari nima? O o'zlarining ishi, davlatlar orasidagi altın kesak 5, altın kesak devletinin işi. Yani bundan başka yana sizlerge yetkizdiğin haberimiz bugün alayda bir haber nima deseniz, muş aralıkta Yaponiya bilen Amerika Qo'shma Shtatlarının ve Yaponiyadagi harbiy bazalarda şu Okinawa demdi öyle ki Chongshin demdi muş atrapdagi harbiy bazalarda harbiy manevr o'tkazdi. Bu harbiy manevr birleşme harbiy manevr o'tkazdi. Bu to'g'rida Rossiya Federatsiyasi hukumatining tashqi ishlar ministrligi Yaponiyaning Moskva turishdoq bosh elchisini chaqirtib elib, noroziligini bildirdi. Biz bu yerga 3-chi davlatni chaqirmaymiz. Amerika buning sirtida. Amerika albatta ulug' okean davlati. Ondan başka devletler mesela NATO kuzatuvchi evatganmi qandaq? NATO'ga a'zo davlatlar bu manevrga kuzatuvchi evatgan. Bunun için Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministrligi ranjidi ve norozi bo'lganligini bildirdi, biroq Yaponiya buning pisand qilmay, Amerika Yaponiyaning harbiy manevri öz vaqtida o'tkazildi. Bu bir xabar vatandosh. Mushlarning hammasini tugatdik deganda sizga endi elaqi boshchiki Neman Xinjiang to'g'risidagi xabarimizni vatandaşlara yetkizimiz. Bu haber mında haber. Mavzumunda vatandaş bunu to'liq anlaysız material şiftilinde. Mavzumunda G'arb davlatlari Xinjiang ve Tibetga kishilik huquq ahvolini oshkorlashni murojaat qildi. G'arb davlatlari Xinjiang ve Tibetdagi kishilik huquq ahvolini oshkorlashni murojaat qildi. Mavzuni xabar 10-ayning 23-kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar undaq boshlandi vatandosh. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bir turkum G'arb davlatlari 10-ayning 22-kuni Jungo hukumati xohlagancha qo'lga olgan va nazarband qilgan Uyg'urlarni va Tibetlarni turmadan
jaza lagerida qo'yib berishni va mustaqil kuzatuvchilarning naq maydonni ziyorat qilib, naq maydonga baho berishiga ruxsat qilishni murojaat qildi. Qanday? Başta degendek, mana shundoq ish vatandosh. Bu yerda oxirida gap qilaylik, hozir emas, oxirida gap qilaylik. Murojaat qildi. Amerika va kechiringlar. Oshkora bo'lish va echib etish. Ansirashdan xoli bo'lishdan olqisidir. Sen kishilik huquq ahvolini echib et, oshkorlab et. Shu vaqtda ansirashdan xalos bo'lasan. Bir-biriga qarama-qarshi emas, bu albatta falsafiy fikr vatandosh. Echib et, oshkorlab et, senmi xotirjam bo'lasan? Bu jazolanganlar ham chiqqandiki, o'zining gapini qilish huquqiga erishdi, ularmi xotirjam bo'l. Oshkorlash va echib etish bu ansirashdan xalos bo'lishdan bir halqisidir. Avstraliyaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq bosh elchisi James Lerson Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq komitetining yig'inida yuqorida fikr qildi. Biz Jungo hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining o'z ichiga olgan mustaqil kuzatuvchilarning cheklamaga uchirmay, ahamiyatli qaldi Şinjan'a va Tibetga kirib, kishilik huquq ahvoli to'g'risida baholash elib berishiga yo'l qo'yishini, Jungo hukumatining yo'l qo'yishini murojaat qilib. Avstraliyaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq bosh elchisi James Lerson Amerika, Kanada, Germaniya qatorliq 15 davlatga vakil bo'lib, Angliya yo'q-ku, ne vatandosh? Angliya debdim, Angliya yo'q-ku. Şinjan, yani mustamlik Uyg'uristonning, yani Jungoning g'arbidagi, shimolidagi Uyg'uristonning bir avtonom rayon. Bu yerda Uyg'urlar va boshqa asonliq millatlar yashaydi. Şinjan, Jungoning g'arbiy shimoliy qismidagi bir avtonom rayon, bu yerda Uyg'urlar va boshqa asonliq millatlar yashaydi. Kishilik huquq tashkilotlari Beijingning Şinjanda, yani mustamlik Uyg'uristonda qayta tarbiyalash lageri qurib, 1 milliondan ortiq Uyg'ur nazarband qildi va Tibetda erkinlikni bo'g'di deb qaraydi. Bosh elchilar esa bunda ko'rsatdi. Bir necha nafar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti amaldorlarining kishilik huquq va kishilik huquq mutaxassislarining dokladlaridan andisha qildim. Jumladan Şinjanni o'z ichiga olgan holda Jungo hukumati xohlagancha keng ko'lamda tutqun qildi. Bu odamlarni majburiy g'oyib qilibdi. Majburiy emgak ishlatib diniy e'tiqod va madaniyat meroslariga buzg'unchilik qilganlardan ansirdi. Lerson Avstraliyaning vakili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komitetida so'z deganda yuqoridagi fikr qildi vatandosh. Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu masalalarni muvofiq hal qilishdan iborat bir necha qatimliq fursatlarni qo'ldan berib qo'yganligidan ansirdim deb ko'rsatdi. Avstraliyaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq elchisi Lerson, James Lerson. Aksi bo'lganda, Jungo 7-oyda umumyuzlik qarorlik tekshirishni qabul qilganda kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasining baholashlarini qonunsiz, unumsiz dedi. Lerson bunda ko'rsatdi. Tibetlar o'zlarining siyosiy qarashlarini tinch yo'l bilan ifodalaganda, Beijingning nishoniga aylanib, Tibetlarning tili, madaniyati, ma'rifi va diniy e'tiqod huquqlari tajovuzga uchirdi. Ularning sayohatga chiqishlari cheklandi. Har qanday bir davlatning kishilik huquq ahvoli uncha go'zal bo'lib ketmaydi. Lekin kishilik huquq faoliyatlari va ahvolini odillik bilan tekshirishdan har qanday davlat xalos bo'la olmaydi. Deb ko'rsatdi Avstraliya. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq bosh elchisi James Lerson.
atalmış Şinjan'a çetişli kişilik hukuk bahaları aldamçılık ve sepseti bilen tolgan. Dedi Cungo'nun vekili Bozon. Ve komitet kışında körsetti. Bütünley Amerika başçılıqdaki ayrın devletlerinin kişilik hukuk Ali Komisarlığı besim işiltip payda bolgan asilatladır. Bozon bunda körsetti. Bu ketim Avustralya, Amerika Katarlık devletler özlerinin məqsidini yana bir ketim aşkarılıdı. Kişilik hukuk niqab kılıp Cungo'nun işki işleri qarlışıp Cungo'nun terakkiyatını çeklemekçi oldu. Çeklemekçi oldu. Hoş. Yukarıda başta neziriyemizde kire sözü geni şundaqdıydık. 9. ayının 26. gün Amerika Qoşma Ştatlarının Birleşken Devletler Teşkilatı'daki vekili Taylor Hanım bayanat ilan kılıp ceza lagerini amelden kaldırırsan dedi. Keynidilde bir hafta içinde Avrupa İttifakı hem şurada kanun, layığa kanun makullap ceza lagerini amelden kaldırırsan dedi. Endilikte Birleşken Devletler Teşkilatı duruşluk Avustralya'nın baş elçisi James Harris'in birinci şart, birinci fikir ceza lagerini amelden kaldırırsan. İkinci şart, ikinci fikir Cungo hükümeti nehleştirirsen neh meydan. Dünyavi müstakil tetkikatçılar gözetkiçiler ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nın alakadar organları neh meydanı yetkilidir, neh meydanını körüdür, neh meydanını bahalaydı. Biz muşini sana müracaat kılımız, hem bütün dünyaya müracaat kılımız, hem Birleşken Devletler Teşkilatı'na müracaat kılımız. Dikkat vatandaş, Tibet ulan Uyguristan bugün nehla. Bir eğizden Birleşken Devletler Teşkilatı'da peyda oldu. Onun avvalıdık işki meselesiyle gittik vatandaş. Bu mesele belki bugün Cungo'nun işki kısmındaki meselelerine münasebetlik. Cungo'daki vaziyet özgürlüğüne münasebetlik. Şundaklı Tibet meselesini hal kılış ve egeşme bölek Uyguristan meselesine münasebetlik. Belki müşkilinin ahırdaki bir karardır. Belki yani 2 ayba muşunun münasebetlik kaldı Uygurlar ve Tibetler doğrusu da yani kandaktır bir keskin halkara siyasetten yitip gelişini kütüp durun vatandaş. Bilgüçü Allah.